Fagile hanım, hallarınız nechik, esenlikmi? Bizdeki bolgan o't yangın afati torunda hem milletdaşlarımız torunda so'ragansız bek zo'r rahmat. Avstraliyadagi yaşavchi tatarlardan andagi milletdaşlarımızga, sizge hem sizning kanalni ko'ruvchi kishilarga bizdan zo'r qaynar salamlar yo'llaymiz. Avstraliya tarixida ko'rilmagan issiqlik hem qurg'oqchilik sababidan zo'r yangın afati kelib chiqdi. Bu jarayonda ko'plagan yo'qotuvlar kelib chiqdi. Bu kunlarda Avstraliya musulmonlari butun zo'r qala rayonlardagi masjidlarda xatm Qur'on o'qib, tilak namozlarida Allohdan tilov orqasida kecha biroz yomg'ir yog'ib, o't so'na boshladi. Allohga zo'r hamd sanolar bo'lsin dedi. Bizdan hal so'raganingiz uchun bek ko'p rahmat. Sizning kanalda ko'rsatilgan turli g'ibratli xabarlarni mundaq tatarlar yaratib qaraymiz. Sizga rahmat aytib bilan birga ishingizga o'ngishliqda tilaymiz. Bizning tilagimiz biz uchun duoda turingiz. Allohim butun dunyo xalqina tinchlik, imonlik berib, so'g'ish afatidan, turli tabiat afatlaridan saqlasin dedi. Amin.